Infeksion kasalliklar yuqish xavfi kuchaygan vaqtlarda ayniqsa korxona va tashkilotlar hamda jamoat joylarini dezinfeksiya qilish muhim ahamiyatga ega. Shu bois ayni kunlarda mamlakatimiz hududlarida bu borada keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Fuqarolarning salomatligini himoya qilish maqsadida zarur bo'lmagan hollarda uydan tashqariga chiqmaslik, ko'chaga chiqqanda shaxsiy himoya vositalari bo'lishi tavsiya etilib, savdo va dehqon bozorlari, bekatlar, avtopark, barcha yo'lovchi tashuvchi transport vositalari hamda jamoat joylarida dezinfeksiya qilish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kun davomida dezinfektor mutaxassislar tomonidan jamoat joylari, mehnat jamoalari, binolarning kirish eshik va tutqichlari va boshqa kasallik tarqalishiga omil yaratuvchi jihozlar zararsizlantirilmoqda. Xodimlarning karantin qoidalariga qat'iy amal qilishlari ham tushuntirilmoqda. Bu kabi profilaktika ishlari tungi paytlarda ham davom ettirilmoqda. Koronavirus hamda boshqa yuqumli kasalliklarning oldini olishga qaratilgan muhim jarayonga 65 ta maxsus texnika, 216 nafar dezinfektor mutaxassislar jalb qilingan bo'lib, ish viloyatning barcha hududlarida birdek yo'lga qo'yilgan. 15 ta dezinfeksion guruh faoliyat ko'rsatyapti. Hammasiga ko'chalarni bo'lib berganmiz. Dezinfektor guruhlarimiz, demak joylarda, ko'chalarda, bekatlarda, ko'chada joylashgan oziq-ovqat do'konlari, banklar hammasini har kuni dorilab boryapmiz. Mamlakatimizda ham xavfli virusni yuqtirib olganlar soni kun sayin oshishi kuzatilmoqda. Bu har birimizdan masalaga jiddiy yondashishimizni talab etadi. Buning uchun fuqarolarimizdan avvalo uydan ko'chaga chiqmaslik, zarur hollarda tibbiyot niqoblari bilan himoyalangan holda harakatlanish so'raladi. Koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish qat'iy chora-tadbirlar ko'rishni talab qilinadi. Bunday chora-tadbirlar ichida eng samaralisi albatta dezinfeksiya ishlaridir. Ushbu profilaktik chora-tadbirlar nafaqat ko'chalarda, balki har bir fuqarolar o'z uylarida ham tatbiq etilishi tavsiya etiladi. Chunki 1% xlor eritmasi barcha yuqumli kasallik infeksiyalarni bartaraf etishda, xususan koronavirusga ham samarali vosita hisoblanadi. Shundan kelib chiqib xulosa qilishimiz mumkinki, bugungi olib borilayotgan profilaktik chora-tadbirlar nafaqat koronavirusning, balki boshqa bir qator yuqumli kasalliklarning ham oldini oladi. Har qanday favqulodda vaziyat faqat qat'iy tartib intizom bilangina hal etiladi. Shunday ekan, hamjihatlik orqaligina ushbu virusga qarshi samarali kurashish, ijobiy natijalarga erishish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, har bir fuqaro o'zidagi mas'uliyatni teran his etib, shaxsiy va jamoat gigiyenasi talablariga qat'iy amal qilsa, nafaqat koronavirus, balki barcha yuqumli kasalliklarning ham oldini olishga erishish mumkin.